o'sha oz qoldi o'sha vizaga topshirish masalasi. Menejerlar bizni xohlayapti. Tezroq shu Amerikaga olib kelib seni deyapti. Shu tezroq UFC'ga olib kiraman degan gaplar bo'ldi. Shunga xudo xolasa hozir faqat shuni ustida ishlayapmiz. Agar bizga aytgan har doim formada bo'lib tur, har doim formangni ushlab trenirovka qilib tur. Agar bez viza bo'ladigan, masalan, Abu Dabida bo'lyapti, UFC, Qatarda bo'ladi. O'sha bez viza bo'ladigan joylarga urushib qolishi mumkin. O'shaning uchun har doim tayyor bo'lib tur. Balki ertaga kirib ketarsan degan narsani bizga qo'ygan. O'shaning uchun biz kutib ham dokument qilyapmiz hamma yoqqa, ham o'zimiz trenirovkani qilib ushlab turibmiz. Siz menejeringiz kim? Menejerim amerikalik, amerikanец. O'sha top menejerlardan bittasi. O'sha Amerikada 3-4 ta yaxshi menejerlar bo'lsa, o'sha bu menejer o'shalardan bittasi. Chunki bunda 6 ta UFC chempioni chiqargan, PFL, Bellator chempionlari chiqargan 7-8 ta. Ismi nima? Ismi Brownmi, Brandimi? Brownmi shunaqa. Brown. Demak, bu shuncha chempionlar chiqargan bo'lsa, shuncha yaxshi menejer bo'lsa, sizni zameniga 26 oktyabrga Dubayga yoki 22-noyabrga Qatarga tiqa oladi agar joy bo'lsa. Agar 70-77 kiloda vessa birortasi travma olib отказ qiladigan bo'lsa, biz shu narsaga tayyormiz. Bizning menejer ham trener ham aytgan, что tayyor turib tur. Agar zamena bo'ladigan bo'lsa, sразу kirishing mumkin degan narsa.